30 metr yetadimi aka? Bu akamizga 30 metr pajani ishlanka va 76 Asaman brendiga tegishli. Va 3 metr va 3 metr so'ruv ishlankadan qilib beryapmiz. Narxlari 1,400,000 so'm bo'lyapti. Bu ishlankasi, so'ruvchisi, pajarnisi, nasos. Bu so'ruv ishlankasi. Hammasi ichida 1,400,000 so'm bo'lyapti. Bu charm ishlanka. Bu 150lik. Bu ishlankamizni narxi 28,000 so'm metri. Bu ishlankamiz 100 metr bo'ladi rulonda. Bu Asamanni nasosi haqida yana ma'lumot bera oling, qanaqalari bor? Ketur, jarayon davomida. Bu Asaman brendining xuddi shu 76 motor, 50lik ham bor. Keyin undan tashqari 76 dizel, 76 100lik dizel bor, 150lik dizel nasoslar bor. Dizel nasoslar ekonomika. Motori Yevropa standartlariga javob beradigan. Necha metr olyapti endi hozirga? Bu akamiz so'rovchisidan 3 metr olyapti. Hozir. Kesishga. Uch metr bo'ldi. Yetadimi? Bu ishlankamiz so'rovchi tarafiga qo'yiladi. Yopishib qolmasligi uchun. Aka buni qayerga qo'yasiz? Hovli, dala aka. Aka. Manzil qayerda? Otabekka so'rab oling. Manzil Xavos tumanida. Xovos tumaniga. Naqdga bo'ldimi, qayerga? Naqdga. Narxlar ma'qulmi aka? Ma'qul kelyapti. Zo'r, gap yo'q.